Agdiana Machitda shunday yo'nginasida 6 qavatlik binoyimizning 4-qavatda joylashgan 75 kvadratlik xonamiz, narxi esa 73 ming. Operator ketdik, ichkani ham obzor qilaylik. Operator 45-yillarda eshiklarga mana shunaqangi osib qo'ygan. Hozir ham bu 2025-yilda modda bo'ldi. Mana shu uyimizni hozir birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Operator shunday kiraverishda mana shunaqangi prixoshkasi bo'ladi. Bu xonamiz 3 xonadan iborat bo'lib, razdelni banya tualeti bo'ladi. Plus kuxnyasi bo'ladi. Birinchi operator shunday eshikdan kiraverishda garderobni zona qilganmiz. Orqasini bitta ko'rsatasiz. Mana shunaqangi o'tiradigan joy qilib qo'ygan. Ana endi birdan zaldan boshlaymiz. Operator shunday eshikdan kirganda to'g'rimizda mana shunaqangi mehmonxona, gastivoy bo'ladi. Dekorlari, lyustralari, pardalari shinamgina o'ziga mos qilgan. Ana endi mana shu xonani ichidan ota-onalar uchun yotoqxona qilgan, ya'niki 2025-yil so'nggi dizaynga mos qilib, mana shunaqangi yevropeyskiy duxspalni divan qilgan, mebellari bilan trezasi bor. Bitta xona zal bo'ldi, ikkinchi xona spalni bo'ldi. Ana endi bolalar uchun yotoqxonani ko'rsatamiz. Professional ustalar ishlagan. Ana endi mana shunaqangi chiroyli prixoshka. Mana shunday kiraverishda detskiy xonamiz, mebelchasi bilan mana shu yerga shkofcha qilgan, tumbuchka qilgan. Mana shu yerga trezacha ham qo'yib qo'ygan. Lyustrani high-tech stilda yaxshisini qo'ygan. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxnida o'tamiz. Kuxniga shunday kirganda yangi xolodilnik, yangi mana shunaqangi nima qo'ygan? Jomish qiladigan, posуда yuvadigan, mana shunaqangi gaz plita qo'ygan, vitishka qo'ygan. Mana bu yerga 90 turli katyol, uchochik hamma narsasi bor. Ana endi bu tarafda trezasi bor. Mana shokolad 1 kvadrat o'zi $1000 korobkani o'zi hozir turibdi-da. Mana shu banyasi, vanna qo'ygan, rakveni qo'ygan, operator kafelni eng yaxshisini, kalyonni, zo'rini tanlagan. Razdelni bo'ladi bu xonasiga unitaz bilan rakveni turibdi, torat qiladigan ham qilib qo'ygan. Fortishkasi ham bor. Короче, gap bo'lishi mumkin emas. Operator kimga qiziq bo'lsa, Sagdiana masjidni yonginasida har kuni azon ovozi 5 mahal namozda eshitilib turadi. Hammamizga mana shunaqangi xonadonlarni xarid qilish nasib etsin. Pastda nomer qoldiramiz, srochni aloqaga chiqinglar, chunki bunaqa uylar har kun chiqavermaydi sotishga. O'sha uchun hammalaringizni kutib qolamiz.